Zıx kebabni o'z temda yerlik belli qilishning retsepti yo'landi. Yaxshimi sizlar, men Almas ustam mush funksiyalarimning kuchli talab bilan bugun mush zıx kebabni yerlik usulda o'lchamlik belli qilishni olib keldim. Qo'llash nimasidan haqsiz bo'lgan bir tal yurkinglarni besib o'tgandan keyin yulduz belgisini besib saqlab olinglar. Oldi bilan keyin sanni chiroyli tiyli qilib olgandan keyin mana go'shtni mushallatda uzuncha qalat to'g'raysizlar. Maboz quyruq moya emas, mush keyin sanning o'zining miyi. Go'shtni mushallatda chiroyli to'g'rib olgandan keyin bir tal dashiq to'kimiz. Ma bo'lsa 2 kilo go'shtning tamlantirish usuli. Buningga hamda normal bosh piyozning yarmini ham rasmni ko'rsatilgandek oldi bilan qalam chiqib to'g'rib olgandan keyin buni ushaqroq qalatda chanapda yaqilib olamiz. Qo'llash azob qilmasin, haqsiz bo'lgan yurakni besib inkas rayonga gullarni, xo'p belgilarini yo'llab qo'yinglar. Piyozni sep bo'lgandan keyin 2 tal tuxum chaqimiz, 2 kilo go'shtga tuzdan 15 gram ishiltimiz. Keynidan 13 xil tamda alay tangshilgan kabob to'g'rimizdan 20 gram ishiltimiz. Yaqtirsanglar, vijin sasanglarmi bo'ldi, samsanglarmi bo'ldi, vijindan 2 kilo go'shtga 5 gram sep qo'yamiz. Suvning miqdorini mushundaq kichik piyolada 1 piyola atrofida suv quyib olamiz. Suvni quyib bo'lgandan keyin tekshya uzun aralashtiramiz. Aralashtirgan vaqtida go'shtni mijvatmaymiz ham, shunda alqinimizda chiroyli akiltib aralashtirib olamiz. Mana ko'rganinglardek kabobning rangimi o'zgarib ketmaydi, ta'mi intayin yaxshi chiqadi, ham kabob yumshab pishadi. Mushuning o'xshash noch tangshilgan zıx kabob, tonir kabob, shavko, dapanji sizlar ehtiyojli bo'lgan har qanday xurishning eng nochisi menda bor. Jungoning har qanday yerga mal sep beraman.